Bismillahirrahmanirrahim. Allohu akbar. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan men Temurbek, Temur Karvon kanali admini. Bugun xudo xolasa mana sizlarga tayyor arzon narxda Toshkent viloyat Nurafshon shahrining sentrida go'zal, fayzli, barokatli uy-joy, xonadon sotuvga qo'yildi. Ko'chalarni qaranglar mana. Ko'chalar to'liq asfalt, jiloy mahalla, buzilish, qurilish, snos hech nimaga tushmagan. Xonadonimiz lokatsiyasi ham, holati ham, joylashishi ham, kommunikatsiya tizimi ham hammasi a'lo darajada zo'r holatda. Kadastrlari mana qo'limda tayyor. Notariusga borasizlar, оформление qilib olasizlar. Manzilimiz Toshkent viloyati Nurafshon shahri Guzar mahallasi, Oxunboboyev ko'chasi 10-A uy. Mana shu to'g'ridagi xonadonimiz. Ko'chalarni ko'rayotgan bo'lsangiz, joylash lokatsiyasi mana tepaliqda. Zo'ra, shundoq balandda joylashgan. Toshkent viloyat Nurafshon shahrining shundoq sentrida, markazida joylashgan. Mana qaranglar, o'na korxona, tashkilot, domla hamma narsa ko'rinib turibdi. Mana ko'rishinglar mumkin. Hokimiyat, magazin, bank, supermarket, bog'cha, maktab, hamma narsa bor. Hamma holati zo'r. Shundoq Emsoni orqasida, yoninglarda masjid, Axtam Saxoba ota masjidi, bu yoqda bozor, bu tomonda bozor. Turgan joyimizdan Qo'yliq bozorigacha 21 kilometr, Food Citygacha 15-16 kilometr uzoqlikda. Mana shu to'g'ridagi xonadonimiz mana. Hozir ichkariga kiramiz, chiroyli qilib obzorlarni qilib beramiz. Yo'qsa layklarni bosinglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Mana ko'chalarni ko'rishinglar mumkin. Mana bu yoqda ham ko'cha, bu tarafda ham ko'cha. Mana ikkita tomon ham ko'cha, sentrga olib chiqadigan yo'l. Bu yog'inglar assalomu alaykum. To'g'ridagi xonadonimiz mana Uglovoyda joylashgan. 14 sotkli. Mana xonadonga gaz, suv, svet, internet, kommunikatsiya tizimi hammasi o'tgan. Hamma holat zo'r. Kiraveramiz. Mana bismillahirrohmanirrohim. Mana xonadonga kirib kelaverish. Juda ham go'zal, juda ham katta, maza qilib yashaydigan joylar. Bu yoqqa o'tib oling. Bu yoqdan ko'rsating. Mana kelasizlar, ko'rasizlar. Ikkita kadastr, ikkita xonadonda bu yerda. Bu yog'i отдельный kadastr, bu tarafi отдельный kadastr. Hozirda mana bu taraf sotilyapti. Mana turishi. Oxirigacha to'g'ri kesib olasizlar. Mana kadastr hujjati. Rasulov Farhod Sobirovich kadastrda boshlig'i. Mana kadastr qilib bergan ekan. Egalarining nomi mana. Tak. Egasining nomi qayerda? Lolap ekan. Ha, Lolapan nomlarida ekan. Mana hujjatlari. Bu yoqda mana kadastr bo'yicha 14.8, haqiqiysi 10.65. 4 soti krasniysi bor. Mana masjiddan bo'linadi xonadon. Bunda to'g'ri oxirigacha olinadi. Bu yoqda mana yashash jiloy uy joyi mana. Hamma shart-sharoiti bor. Bu yoqda hammom, nari yoqda hojatxona, gaz, suv, mana ichimlik suv, vodoprovod suv ko'ringlar. Naporni qaranglar buni. Ochishini. Mana vodoprovod suv zo'r holatda. O'zlari nomida, Lolapan nomlarida kelasizlar, aloqaga chiqib, savdolashib, gazni bosib olaverasizlar. 14 sotkli uy joy. Mana masjiddan to'g'ri olinadi. Turgan joyimdan shu oxirigacha. O'sha yerga mana shlaka blok qo'yib qo'yilgan. Hozir o'tib ko'rsatamiz. Agarotlarga beda sepib qo'yilgan mevali daraxtlarni qaranglar mana. Gullarni qaranglar. Shundoq tepaliqda joylashgan xonadon. Zo'ra lokatsiya. Maza qilib yashaysizlar. Xonadon mana ko'rayotganinglardek to'liq asfalt. Yana bitta plyus tarafini aytib o'tib ketaman. Xonadonimiz 100% pishgan g'ishga qurilgan. Tepalariga plitalar bostirilgan. 100% pishgan g'ish. Bir dona ham xom g'ish aralashmagan. Hamma holat zo'r. Ana masjiddan o'zingizlarga shunday teng yarim olingandan keyin bitta darvoza qo'yasizlar. Mana bunaqasiga xohlasanglar setga tortinglar,
xohlasanglar devor uringlar. Uy joy mana fasad ko'rinishi bu yoqdan ko'rsatib yuboring, mana lovullab yonib turibdi. Zo'r holatda. Xonadonimiz 14 sotikli uy joyimiz, xonadonimiz boshlang'ich narxi 50 ming AQSh dollari. Yana o'tadigan, kelishadigan joylari bor, xudo xolasa. Kelinglar, ko'ringlar, gaplashinglar. Hozir birinchi atrofni ko'rsatib yuboramiz, chegarani ko'rsatib olib, keyin xonadonning ichiga kiramiz. Mana qaranglar. Hamma shart-sharoiti bor, hamma holati zo'r. Tayyor uy joy 14 sotikli 50 ming dollar Nurafshon shahrining sentrida. 14 sotikka 50 ming dollar. Yana o'tama ozgina kelishaman. Ozgina barakasi bor deyaptilar. Mana qaranglar, bedalan sep qo'ygan, qaranglar, chiroyli qilib. Pamtga ikki qator mana makkalar ekib qo'yilgan. Ichimlik suvidan muammo yo'q, gazdan muammo yo'q, kommunikatsiya tizimidan muammo yo'q. Zo'r holatda xonadon. Mana atrofni ko'ryapsizlarmi? Juda ham zo'r. Mana shlaka blok. Mana shlaka blokdan bu tarafi 14 sotik to'g'ri kesib olasizlar mana masjiddan. Ko'ringlar. To'g'ri kesib olasizlar. Mana zo'r holatda. Kelasizlar, yashaysizlar. Mana bu taraflarni ham ko'rsatib yuboringlar. Mana xonadon tepaliqda joylashganda, mana bu qolgan xonadonlar qo'ni qo'shnilarniki pastda. Ko'ringlar. Zo'r tabiati, havosi maza qilib yashaysizlar mana. Kelinglar, gaplashinglar. Mana kadastr hujjati, kadastr bo'yicha haqiqiysi 14 sotik. Kadastr bo'yicha. Yer qizil 4 sotik qizili bor. 14 sotikli maydon. Mana ko'rsatib ham o'taman. 14.80. Haqiqiy 10. 4.80 shunda krasniy. Hamma holat zo'r. Bu tarafi o'zlariga olib qo'yaptilar mana uy joyida. Bu yog'ini. Xohlaganlar yana kelishamiz. Menga uy joyi kerak emas, yeri kerak, mana shu yerni olaman desanglar, mana menimda bir 7,5 sotikmi yer chiqadi. Sotigiga 5 mingdan yana kelishadigan joyi bor. Kelib gaplashaverasizlar, barakasini qilaverasizlar. Agar o'tni qaranglar, bedani mana buni mazza-ku. Qaranglar, juda ham go'zal. Kelaverasiz. Qaranglar, uni kattaligini 14 sotik. Shundoq chiqsanglar, masjid, bog'cha, maktab, magazin, Nurafshonning sentridasizlar. Ikkita tomonda bozor, tunuku mashina qatnaydi sentr. Bu yoq ipodrom, Abu Sahiy, Skver, Qo'yliq, bu yoq Olmaliq, Ohangaron, xullas Toshkent viloyatining markazida 14 sotikli uy joyida 50 ming dollar so'rashyapti. Yana o'tadigan, kelishadigan joyi bor, barakasi bor deyishyapti, xudo xolasa. Ekinlarni ko'rdinglar mana, bedalarni endi ichkariga kirib bosib tashamaylik, yonidan aylanib o'tamiz. Mana bu yoqlarni qaranglar, mana mahallalar, jiloy mahalla. Juda ham go'zal, zo'r. Nargi uyni kadastri отдельно. Bu uyni 14 sotikli maydonni kadastri отдельно. Mana shunda borasizlar, notariusga Telekom uyda olvosizlar-da, shunda оформление qilib olaverasizlar. Nargi taraf o'rtadan xohlaylar setga tortinglar, xohlaylar devor urib tashinglar shlaka blok bilan. Pulinglar ko'p bo'lsa pishkang'ich bilan urib tashinglar. Mana lolalarni qaranglar o'sganini. Lola qizg'aldoqni qaranglar. Yeri zo'rda, nima eksa
nima tuksa hamma narsa chiqaveradi. Yong'oq bu yoqda. Olchalarni qaranglar ma'milani. Mana. Mana shu xonadon bo'pti. Mana shu yog'i. Bu tarafi sizlarga. Bu yoqda o'tib oling. Bu yog'ini ko'rsating. Mana. To'g'ri olasizlar. Darvozadan o'sha shlaka blokdan to'g'rilab shunday qatiga to'g'ri kelsa, ip tortib bitta darvoza tushadigan joy qilib beradi. Endi xonadonga kiramiz. Mana kirib kelaverish xonadonga. Ko'ringlar. Bu yoqda to'g'ridagi xonaga kiramiz hozir. Kelaverasiz mana. To'g'ridagi xona. Xonadon aytganimda 100% pishgan g'ish. Teylari mana pol hammasiniki. Mana. Pol qilingan. Tepalari plita bosilgan ekan. Mana kotollar o'rnatilgan. Eshiklarni qaranglar mana. O'zimizning o'zbekona milliyona yog'och eshiklar. Bu yoqdagi xonaga kiramiz. Mana bu xonamiz kirib kelaverish. Bu yoqdan keyingi xonaga o'tamiz. Bu tarafimiz mana zal ekan. Svetni yoqamiz, mana svetlarni yoqdik. Mana zal. Ko'ringlar. Hamma shart-sharoiti bor, zo'r holatda. Bu yoqda mana konditsionerlar o'rnatib qo'yilgan. Narigi tarafga borib, boshidan ko'rsating. Har bitta burchakdan. Atapleniyalar mana ko'ringlar. Atapleniyalar o'tgan mana bunaqa zo'r registrlar. Mana bitta mana Wi-Fi, internetlar, hamma narsa ulangan. Hamma oynasi akfa mana. Sharoit zo'r. Aboylarni qaranglar, zo'r. Remontlari qilib qo'yilgan. 14 sotikli uy-joy Toshkent viloyat Nurafshon shahrining sentrida $50,000. Yana ozgina o'tib kelishtirib beraman deyapti. Bunaqasi bo'lmagandi. Endi birinchi marta chiqyapti. Bu yoqdagi xonamiz hozir mana svetini yoqib olay. Mana. Bu yoqda ham bitta spalni mana. Sharoit zo'r. Hammasi mana atapleniyalar o'tgan. Mana atapleniyalar o'tgan ko'ringlar. Sharoiti zo'r. Bu yoqdan o'tib eshik tarafni ko'rsatib o'rasiz. Zo'r. Kelasizlar, xudo xolasa maza qilib yashaysizlar. Inshaalloh olgan odamga buyursin, nasib qilsin. Maza qilib, vatan qilib yashasin. Bu tarafda mana hammom. Hammom mana kirib kelaverish. Bu yoqda mana yuvinish xonasi. Mana hamma shart-sharoiti bilan. Mana bitta mana suvlari ham kirgan. Oxirigacha ochmadim, o'zimga urib yuboradi. Napor qattiq ekan. Mana yopib qo'ydim. Kelib ko'rib olaverasizlar, xudo xolasa. Sharoit zo'r. Mana bu yoqda yana bitta katta mana kladovka. Qo'linglar oshxona sifatida foydalaninglar. Xohishinglar endi mana. Buni katta qilib shu yerdan turib ko'rsatib yuborsangiz bo'ladi mana. Ichkariga kirish shart emas. Bu yoqda mana hojatxona. Hojatxonasi. Hojatxonani ham chiroyli qilib mana remontlarigacha qilib qo'ygan. Bu yoqda mana orqa taraf. Tovuqxona. Atrof to'liq qo'rg'on qilib o'ralgan xonadon. Zo'r holatda. Kelasizlar, gaplashasizlar. Yerini olaman desanglar, mana quruq yer olaman desanglar, 7,5 sotik. 5,000 dan yana kelishadigan joyi bor. Hammasini 14 sotik, hammasini olaman desanglar, $50,000 yana kelishadigan joyi bor. Kelinglar, ulgurib qolinglar. Joy zo'r.
lokatsiyasi zo'r. Qaranglar, shundoq tepalig'ida joylashgan. Darvozani bitta oching, bitta ko'rishsa mana ko'chani. Qaranglar mana buni. Mana tepalig'ida joylashganda xonadonni qaranglar. Odam maza qiladi. Qor, yomg'ir, suv, ali toshqin, sel-pel hammasi pastga tortib ketaveradi-da. Sizlarning xonadoninglar tepada turaveradi. Yetmaganiga 100% pishgan g'ish ekan. Turishni qaranglar. Mana u domla, ana korxona, tashkilot, u hokimiyat, hamma narsa yoninglarda mana. Xullas, layklarni bosinglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Xizmatinglarda Temir Karvon, pastdagi raqamlar to'g'ridan to'g'ri uy-joy xonadon egasiniki. Hamisha xizmatdamiz, sog' bo'linglar.